audio yozuvni yozish bo'yicha advokat 10 ta iltimosnoma kiritsa, aytaylik 10 ta ish bo'yicha, shundan ikkitasi yo bittasi qanoatlantirilishi mumkin. Ayrim holatlarda biz ko'ryapmiz, sud hukmida sudda bo'lgan gaplar, jarayonlar emas, balki o'sha tergovda bo'lgan, ayblov xulosasida bo'lgan gaplar o'tib qolyapti, bo'ldi, shu bilan cheklanadi. Himoyador shaxs qamoqda turibdi. Uni har bir kuni g'animatda balki. Tergovdan so'rasangiz prokuraturaga borilgan deydi, prokuraturadan so'rasangiz bizga kelmagan deydi, suddan so'rasangiz bizda hali yo'q deydi. Mana shunday. Vazirlik xodimlari javobgarlikka tortildi, rektorlar javobgarlikka tortildi. MCH rahbarlari javobgarlikka tortildi. Biz o'zimizni huquqimizni himoya qila olmasak, boshqa huquqni qanday himoya qilamiz? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana yuridik choyxonamizning navbatdagi ko'rsatuvini efirga olyapmiz. Demak, bugun biz advokat Mirzayev Islom aka bilan birgalikda suhbat jarayonini olib boramiz. Assalomu alaykum Islom aka. Assalomu alaykum. Mahmud aka, to'g'ri aytdingiz. Siz bilan mana advokat sifatida, hamkasb sifatida ishlab kelyapmiz. Bu jarayonlarda demak, ozmi ko'pmi tajriba orttirib, ayrim amaliyotchi bo'lganimiz kamchiliklarni ko'rib kelyapmiz. Bugun demak shu ma'noda ayrim takomillashtirilishi kutilayotgan, istalayotgan mavzularga to'xtalsak. Albatta Islom aka, to'g'ri aytasiz. Demak, bugungi mavzuyimiz advokatlik faoliyatidagi duch kelayotgan muammolar va qonunchilikdagi kamchiliklar haqida gaplashamiz. Demak, bu barcha advokatlar uchun bir dastur amal yoki bir taklif va o'zimizning fikrimizni bildiramiz. Ya'ni biz mana advokat bo'lib ishlayotganimizda nimalarga, qanday qiyinchiliklarga duch kelyapmiz va qonunchilikdagi bo'shliqlar va uni to'ldirish uchun nimalar qilish kerakligi haqida o'z fikrlarimizni bildiramiz. Albatta. Islom aka, mana demak advokat bo'lib 4 yildan oshdi, aytaylik 5 yil bo'ldi sizga. Mana shu faoliyatingiz davomida advokatlarda qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz va qonunchiliklarni qayerga, qanday tartibda o'zgartirish kiritish kerak deb hisoblaysiz? Albatta. Avvalambor aytish kerakki, so'nggi yillarda o'zimizda ham ko'rishimiz mumkin, so'nggi yillarda kirib kelayotgan boshqa yoshlar fikrida, yurishida ko'rishda ham ko'rishimiz mumkin, advokatura sohasida islohotlar olib borilyapti. Ko'pgina islohotlar natijasida qonunlarga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida yaxshi tomonga o'zgarishlar ko'p. Xususan 2023-yilda yangi tahrirda konstitutsiya qabul qilingandan keyin bilasiz, advokatura to'g'risidagi alohida bob 24-bob konstitutsiyaga kiritildi. 141, 142 moddalarida avvalgi konstitutsiyamiz tahririda bo'lmagan normalar, xususan o'sha advokatni shaxsiy daxlsizligi, mustaqilligi, advokatura institutini o'zini o'zi boshqarish organi ekanligi kabi bir qator yangi normalar bilan to'ldirilib, alohida bob darajasiga ko'tarildi. Shu bilan birgalikda advokatura bilan bevosita bog'liq bo'lgan Habeas Corpus akti instituti, o'sha Miranda instituti kabi institutlarni rivojlantirish borasida Konstitutsiyaning 27-30 moddalariga juda ko'plab o'zgartirish kiritildi. Bu o'zgartirishlar hozir hayotga qonunchilik o'zgarishlari bilan va boshqalar bilan kiritilyapti. Davlat dasturlari, O'zbekiston 2030 strategiyasi, uni rivojlantirish bo'yicha har yili qabul qilinayotgan davlat dasturlarida advokatura institutini rivojlantirish bo'yicha yangi vazifalar qo'yilyapti. Ana shu jarayonda biz ham o'zimiz amaliyotda uchrab, ishonch bildiruvchilarni, fuqarolarni huquq manfaatlarini himoya qilish jarayonida o'zgarishi yoki yangidan joriy bo'lishi kerak bo'lgan ayrim qoidalarni taklif sifatida berib o'tmoqchimiz. Birinchi o'rinda aytmoqchi edimki, advokatlar faoliyatida umumiy advokatlarga ta'sir qiladigan bitta holatlardan sud majlislarida bugun juda ham rivojlanib ketdi. Texnika, texnologiya, lekin haligacha audio yozuvni yozib olish bilan bog'liq muammolar bor. Xususan advokat sud majlislarida, xususan jinoyat prosesida sud majlisi audio yozuvni yozib olish uchun ruxsat so'rashi, iltimosnoma kiritishi, agar u qanoatlantirsa, rasmiy jihatdan audio yozib olishi, agar qanoatlantirmasa, rasmiy jihatdan o'sha audio yozuvni yozib olinmasligi mumkin. Bu ya'ni biz istagan bo'lardikki, qonunchilikka shunday o'zgartirish kiritilsa, Jinoyat protsessual kodeksi 19-moddasiga advokat har qanday sud majlisini, agar u yopiq bo'lmasa yoki davlat siri, boshqa sir bilan bog'liq bo'lmasa, raislik qiluvchini ogohlantirgan holda yozib olinishi. Mayli, bu haqda bayonnomaga kiritib qo'yiladi. Keyinchalik advokat xohlasa
yoki sud so'rasa sudga taqdim qilinishi mumkin. To'g'ri aytasiz, bu taklifingiz o'rinli. Chunki audio yozuvni yozish bo'yicha advokat 10 ta iltimosnoma kiritsa, aytaylik 10 ta ish bo'yicha shundan ikkitasi yo bittasi qanoatlantirilishi mumkin. Ya'ni amaliyotda shunaqa, ya'ni aksariyati rad qilinadi. Shunday bo'ladi. Bitta tomoni bor, agar qanoatlantirmagan taqdirda sudya yordamchisi proses ishtirokchilarining hamma gapini yozib olish imkoniyatiga mavjud emas, ya'ni fizik jihatdan mavjud emas. Albatta. Chunki u ham chalg'ishi mumkin, u ham inson, u ham xato qilishi mumkin. Va sud majlisi bayonnomasi yuritilishida kamchiliklarga duch kelish ehtimoli yuqori bu yerda. Shuning uchun sudlarda advokat o'sha nima deydi, audio yozuvni yozib olib, undan keyin taqdim qiladigan bo'lsa, biz uchun ham, sud uchun ham manfaatli bo'ladi deb hisoblayman. Albatta. Bundan keyin mana sudlar faoliyatiga sun'iy intellekt joriy qilish bo'yicha yangi normalar qabul qilingan, balki kelgusida hamma sud majlislari sun'iy intellekt yordamida yoki boshqa texnik vositalar yordamida avtomat tarzda yozib olinib, avtomat tarzda o'sha qog'ozga ko'chirilishi ham mumkin. Buning imkoniyatlari hozir bugungi kunda bor. Faqatgina bu haqiqatni aniqlashga, o'sha sud majlisida bo'lgan jarayonlarni qayd etishga xizmat qiladi, xolos. Oqni oqqa, qorani qoraga. Afsuski, agar audio yozuv yuritilmaydigan bo'lsa, ayrim holatlarda biz ko'ryapmiz, sud hukmida sudda bo'lgan gaplar, jarayonlar emas, balki o'sha tergovda bo'lgan, ayblov xulosasida bo'lgan gaplar o'tib qolyapti, bo'ldi, shu bilan cheklanyapti. Bunga ertaga yana shikoyat berishingiz, uni yana qaytadan guvohlar chaqirishingiz, isbotlab berishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Islom aka, keyingi muammolardan biri, aytaylik, tergovlarda advokatni ish hujjatlari bilan tanish muammosi. Ya'ni Jinoyat protsessual kodeksida advokatlik huquqlari belgilangan. Ushbu huquqlarda ko'rsatilganki, faqatgina advokat himoyasi ostidagi shaxsga oid yuritilgan hujjatlar bilan tanisha oladi, lekin nusxa ololmaydi. Nusxani qachon oladi? Jinoyat ishi tugatilgandan so'ng to'liq tanishish mumkin. Boshqa hujjatlar bilan tanisha olmaydi. Shunday belgilangan. Bu esa himoyani cheklashga olib keladi. To'g'ri. Demak, mana shu normaga o'zgartirish kiritish kerak. Himoya ostidagi shaxs har qanday hujjatlardan nusxa olishini kiritish kerak. Ya'ni hamma hujjatni yozib, tanishib, uni bir mukammal, ya'ni o'sha protsessual normalarda belgilangan tartibda himoya qila olmasligi mumkin. To'g'ri aytyapsiz. Bu bo'yicha qayd etish kerakki, 2025-yilda qonun loyihasi e'lon qilindi. Advokatura institutini takomillashtirish munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kirish to'g'risida siz aytayotgan fikrlarning ayrimlari kiryapti. O'sha jinoyat ishini qo'zg'atish to'g'risidagi qaror, jinoyat ishini tugatish to'g'risidagi qarorlar bilan advokatni himoyachini bevosita tanish huquqiga ega ekanligi kiryapti, baribir bu cheklangan. Biz istagan bo'lardikki, barcha hujjatlar bilan yoki o'sha tergov jabrlanuvchi arizasi bilan qo'zg'atilayotgan holatlarda jabrlanuvchining arizasi bilan va boshqa dalillar bilan ham himoyachilar tanishtirilishi. Bu o'sha jinoyat protsessida prokurorning va advokatning tenglik prinsipini ham ta'minlashda katta ahamiyat kasb etgan bo'lardi. Shunday. Islom aka, mana keyingi advokatlar bilan bog'liq muammo, ya'ni jinoyat ishlarini sudlarga yuborish. Ya'ni tergovdan, aytaylik, tergov ayblov xulosani tuzdi, prokuror tasdiqladi. Ya'ni 5 kun ichida prokuror tasdiqlash kerakligi ko'rsatilgan. Lekin qancha muddatda sudga yuborilishi bu yerda ochiq qoldirilgan. Chunki amaliyotda shunaqa muammo bo'lyaptiki, biz himoyamiz ostidagi shaxs qamoqda, tergov tugagan, prokuror ayblov xulosani tasdiqlagan, 2 oy bo'layapti ham sudga yubormayapti hujjat. Ya'ni jinoyat hujjati. Mana shu yerda tartib belgilanmagan. Demak, mana shunga belgilansa, chunki himoyador shaxs qamoqda turibdi. Uni har bir kuni g'animatda baribir. To'g'ri aytdingiz. O'zi masalan qamoqqa qolish ehtiyot chorasi qo'llanganda uni muddatlari bor. Albatta. Tergovda hozir muddat tergovni tamomlab olsa bo'ldi. Shu bilan muddatda qilingan bo'lyapti. Bu yog'iga 3 oylab bo'ladimi? Aytganingizdek 2 oylab bo'ladimi? U sudga chiqishga ko'rilgunga qadar sudga chiqib borgandan keyin u ehtiyot chora to'g'ri tanlanganligini o'zgartirish qilishni sud qaror qilib, muallaq o'rtada qolib ketyapti. Shunday. O'rtadagi biz umumiy ma'noda juda ko'p o'zgarishga muhtoj bo'lgan joylari bor. Umumiy ma'noda aytyapmizki, jinoyat ishining tamomlanishi va sudga yuborilishi va sudda tayinlanishiga bo'lgan barcha jarayonlarni qayta ko'rib chiqish va aniq muddatlarda mexanizmlarni belgilash ehtiyoji bor. Bizda ham xuddi shunday bir holat bo'ldi 2025-yilda.
may oyida 12 may oyida adashmasam tugallangan jinoyat ishini ko'rilishi 2 oy o'tib iyul oyida o'sha 10-chidir iyullarda ko'rilishi boshlandi. 2 oy o'tyapti. O'rtada jinoyat ishi bir tergovdan so'rasangiz prokuraturaga borilgan deydi, prokuraturadan so'rasangiz bizga kelmagan deydi, suddan so'rasangiz bizda hali yo'q deydi. Mana shunday. Qachonki sudga keladi, tayinlanadi, shundan keyin bilasiz, ha, sudga keldi. Oradan 2 oy o'tib ketdi. Xuddi shunday. Keyin qanday muammolar bor? Qanday muammolarga duch kelyapsiz yana? Yana bitta duch kelayotgan muammolarimizdan, yechimini kutayotgan muammolardan bittasi bu advokat iltimosnomalarining ko'rib chiqilish masalasi. Bu ham xuddi yuqorida siz aytgan mavzuga aloqador muddatlar masalasi. 53-moddada advokatga qator huquqlar berilgan. Rad qilish, shikoyat qilish, iltimosnoma taqdim qilish, lekin shunday iltimosnomalar berilsa, shikoyatlar berilsa, boshqalar berilsa, qancha muddatda ko'rib chiqiladi bu? Aytaylik, ehtiyoj chorasini o'zgartirish to'g'risida iltimosnoma kirityapsiz tergovga. Buni ko'rib chiqib, qancha 5 kunda, 10 kunda ko'rib chiqib, bir kunda javob beradigan muddatlar yo'q. Endi tergov asosan 15 kunlik muddat yoki shuni o'ziga nima qilib olgan, bu jismoniy yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunda bor, lekin afsuski jinoyat protsessual kodeksida aniq muddatlari yo'q. Advokatning iltimosnomalarini, himoyachining iltimosnomalarini odatda tergovga kim iltimosnoma kiritadi? Himoyachi. O'sha 53-moddaga o'zgartirish kiritishni xohlardikki, agar kodeksda boshqa maxsus muddatlar belgilanmagan bo'lsa, umumiy iltimosnoma advokat tomonidan kiritiladigan, sudga tergovga kiritiladigan murojaatlar yoki boshqa organlarga tartibi belgilansa, masalan 5 kun yoki 10 kun belgilanib, uni taqdiri hal qilinib 1 kun ichida javob berish tartiblari belgilansa juda ham yaxshi bo'ladi. Mana shu mas'ullardan, qonun chiqaruvchilardan so'ragan bo'lardikki, bundan keyingi ham yuqorida ham aytib o'tgan takliflarimizni mana shu advokatura institutini takomillashtirish to'g'risidagi ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish, qo'shimcha kirish to'g'risidagi qonunchilikda konstruktiv ko'rib chiqqan holda asosli takliflarda o'sha qonunchilikda aks etishini. Yana bitta muammolardan bittasi sirtdan qamoqqa olish ehtiyot choralari bo'yicha. Bu boshqa advokatlar bilan ham mulohaza qilinganda, suhbatlashilganda ko'rinadi. Sirtdan, aytaylik, kimgadir sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi asosli qo'llanadi. Ba'zi holatlarda o'sha sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan shaxs o'zi ham bilmaydi. Tergov ham to'g'ri uni topolmaganidan qo'llaydi, lekin o'sha shaxs o'ziga nisbatan juda ish qo'zg'atilganligini ham, unga nisbatan qandaydir ariza yozilib, uni mazmunidan ham, aybdor mohiyatidan ham xabardor bo'lmasdan chet elda yurgan bo'ladi, boshqa yurgan paytda sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan bo'ladi. Uni endi bekor qilish, shikoyat bildirish, uni munosabat bildirish uchun albatta siz kelishingiz kerak, o'zingiz topshirishingiz kerak, ushlanganingizdan keyingina unga shikoyat berish kerak. Mana shu yerda himoyachini maqomini mustahkamlash, imkoniyatini kengaytirish ma'nosida taklif qilmoqchi edikki, sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi bu 241-modda Jinoyat protsessual kodeksida belgilangan o'zgartirish kiritib, himoyachi tomonidan belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqini ta'minlash. Mayli, u shaxs o'zi beradigan bo'lsa, ushlangandan keyin berilishi mumkin, lekin himoyachi ishga kirishadigan bo'lsa, shu hujjatlarni nusxa olgandan keyin o'sha 72 soat ichidami ehtiyot chorasi ustidan, qamoqqa olish ehtiyot chorasining ustidan, ajrimning ustidan shikoyat berish huquqini ta'minlash mantiqan to'g'ri bo'ladi. Bu yerda misol uchun himoyachi o'z-o'zidan faqatgina ozod qilinglar, nohaq qamalgan demaydi. O'sha aybdor voqeasi bilan tanishib chiqqan holda, zararni qoplash kerak bo'lsa, o'shanga harakat qilgan holda, ayblov bo'yicha o'zini qarshi dalillarini taqdim qilgan holda o'sha asosli bir shikoyatlar qiladi-da. Agar u asossiz shikoyat qiladigan bo'lsa, u yuqori instansiya ham rad qilib tashlaydi-ku. Lekin shu imkoniyatni berish kerak. Masalan, asosli bo'lgan holatda ham, masalan, 120 million so'm masalan zararda ayblanyapti kimdir, yo 180 million so'm. Uni to'lamoqchi. Albatta u kelish kerak, qamalish kerak. Sudgacha, sud qaror chiqquncha ba'zida o'tirish kerak, lekin pulni to'lashga ham tayyor. Afsuski o'sha sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanganda u bexabar qolib ketgan. O'ziga bog'liq bo'lmagan holda qandaydir qo'llanilgan obyektiv, subyektiv sabablarga. Shuni bir imkoniyati ko'rib chiqilish kerak. Mana shunday holatda, misol uchun, aytaylik, keldi, qamoqqa olindi ham deylik. Siz zararni qoplagan taqdiringizda ham tergov chiqarib yormaydi. Chunki sen tergovdan qochgansan deydi. Shunday. Zarar qoplagan taqdiringda ham men seni ehtiyot chorangni o'zgartirmayman, sudga borasan, sud o'zgartirib beradi. Jinoyat ishini sudga chiqaramiz, sud yakuni bilan chiqib ketasiz. Shunday. Boya aytganimizdek, sudga qanchada chiqadi? Bir-biriga bog'liq. Shunday. 2 oyda ham chiqishi mumkin u. Aniq muddatlar belgilanmagan hisobda. Mana shu bir haqiqatan muammo. Keyingi navbatdagi muammo qamoqdagi shaxs bilan advokatning uchrashish masalasi. Aytaylik, tezkor tadbir bo'ldi. Ushlandi shaxs va uydagilari, misol uchun, advokat yo'lladi. Borib uchrashaman desa,
qo'yishmaydi. Ya'ni aytaylik, vaqtincha saqlash hibsxonasida saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Bir kun bo'lgandir, 2 kun bo'lgandir ushlanganiga. Lekin tergovchi ruxsat bersa kirasan deydi. Shunday holatlar bor. Lekin Jinoyat protsessi kodeksi nima deydi? Himoya ostidagi shaxs bilan cheklanmagan miqdorda hech kimning ruxsatsiz, moneliksiz uchrashish mumkin. Ya'ni ularning harakati ushbu normaga zid. Demak, biz order taqdim qildikmi? Demak, xohlagan vaqtda biz uchrashishimiz mumkin. Bizga uchrashuvni ta'minlab berishga majbur davlat organlari, ya'ni tergov organlari. Lekin har xil bahonalar bilan biz prokurordan so'rashimiz kerak, yo tergovchidan so'rashimiz kerak, yo boshlig'idan so'rashimiz kerak degan vajlar bilan uchrashmaslikka ularning haqqi yo'q. Ya'ni balki ushbu holatda himoyamiz ostidagi shaxsga nisbatan ruhiy yoki jismoniy ta'zyiq o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Mana shu holatlarni yashirish maqsadida balki uchrashtirmayapti degan fikr uyg'onadi albatta. Ya'ni tergovning shaffofligi yoki adolatli olib borilayotganiga shubha uyg'onadi. Barchada, nafaqat advokatda, balki uni atrofdagilarga ham. Shuning uchun advokatlarga himoya ostidagi shaxsga uchrashi kerakmi? Demak, qonun normasiga asosan albatta moneliksiz ruxsat berish kerak. Albatta. To'g'ri aytib o'tdingiz. Buni yechimi sifatida men o'ylaymanki, tegishli ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda advokat faoliyatiga to'sqinlik qilganligi uchun moddalariga shu holatlarni kiritish kerak. Nima uchun shunday bo'lyapti? Mana siz amaliyotda shunday bo'lyapti deyapsiz. Sababi javobgarlik yo'q. Shunday. Qo'rqmaydi. Masalan, 2 kundan keyin kiritsa ham, 1 haftadan keyin kiritsa ham, unga hech kim hech narsa shu javobgarlik yo'q bo'lganligi uchun shunday bo'lyapti. Demak, agar kiritilsaki, ayni shu huquq doirasida uchrashish huquqini ta'minlanmaganlik uchun qarshilik ko'rsatganlik uchun javobgarlik kiritsa, demak bu o'z-o'zidan balki 197.1-modda bor ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda to'g'rilanib ketgan bo'lardi shu mexanizm orqali. Demak, u javobgarlik hissidan qochib ushbu normaga keyin rioya qilish mumkin. Shunday. Xo'p, yana bitta advokatlarni qiynayotgan masala, menimcha hamma advokatlar bu taklifga qo'llab-quvvatlasa kerak, soliq bilan bog'liq masala. Albatta. Mana advokatlar qanday soliq to'laydi? 12% daromad solig'i, 12% ijtimoiy soliq. Demak, 24% soliq to'laydi. Demak, bugungi kunda mana advokatlar statistikasini qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda advokatlar aholi soniga nisbatan juda kam. Boshqa rivojlangan davlatlarda bir necha karra, 10 karralab ko'p advokatlar. Lekin O'zbekistonda kam tashkil qiladi va mana shuni oshirish bo'yicha turli xil qonun hujjatlari ishlab chiqilyapti va yengilliklar berilyapti. Yana bir yengillikdan sababi bu soliq masalalari, ya'ni mablag'ga borib taqaladi. Himoya ostidagi shaxs bilan shartnoma tuzib, agar undan pul bilan, ya'ni gonorar hisob raqamga to'lanadigan bo'lsa, demak 24% soliq qiymati to'lanadi. Albatta bu advokatning keyingi faoliyatiga ta'sir qiladi buni. Ya'ni iqtisodiy, moliyaviy holatiga. Mana kichik tadbirkorlik subyektlariga imkoniyatlar berilyapti. Mana 2026-yildan boshlab, 1-yanvardan boshlab, demak 12% lik ijtimoiy solig'i 1% ga tushirilyapti. Ularning, ya'ni kichik tadbirkorlik subyekti 1 yil davomida aytaylik 1 milliardgacha bo'lgan miqdorni aylanmani bo'lgan holatda tartibga solinyapti. Lekin advokatlar bitta firmasi 1 yil davomida statistikani olib qaraydigan bo'lsak juda kam, ya'ni 1 milliarddan oshadigan advokatura firmalarida, byurolar deyarli chiqmaydi bu summaga. 1 yil davomida aylanmasi. Demak, mana shu holatda advokatlarga imtiyoz beriladigan bo'lsa, balki advokatlarning soni ham ertaga himoya ostidagi shaxs bilan tuzilgan shartnomaviy munosabatlardagi nizolar ham kamayishiga olib keladi deb hisoblayman. To'g'ri. Yana shuni aytsa bo'ladiki, mana ham advokat ish beruvchi sifatida, aytaylik, byuroda bitta advokat bo'ladi. Ham ish beruvchi sifatida o'ziga ijtimoiy soliq to'laydi. Shunday. Ham o'zi u yerda xodim sifatida daromad solig'i to'laydi. Shuni bir qaytadan ko'rib chiqib, aytganingizdek, yengillik berish masalasini yo u soliqni yo hech bo'lmaganda bu soliq turini qoldirib, bittasini yengillik berish masalasini ko'rilsa yaxshi bo'lardi. Yana shu advokatlik faoliyati bilan bog'liq muammolardan bittasi bu endi baribir muammolar ichiga kirganingizda, amaliyotda qo'llaganingizda, shu normalarga kirib borganingizda ko'rinadi-da. Shunday. Fikr mulohazalar berish masalasi. Mana sud majlisi bayonnomalari yuritiladi sudlarda.
ma'muriy sud ishlari bo'yicha ham, fuqarolik sud ishlari bo'yicha ham, jinoyat sud ishlari bo'yicha ham, iqtisodiy ishlar bo'yicha ham yuritilganda, demak unga fikr mulohaza, ya'ni bayonnomani to'g'ri noto'g'riligi yuzasidan ayrim ko'rsatuvlar tushib qolganligi yoki boshqacha bo'lganligi yuzasidan fikr mulohazalar berishingiz kerak. Kodekslarda belgilanadiki, bayonnoma imzolangandan keyin 5 kundan keyin fikr mulohazalar berish kerak. Bayonnoma qachon imzolanadi? Qaror e'lon qilingandan keyin o'sha kuni ertasi kuni yoki 3 kun ichida murakkab ishlar bo'yicha. Masalan, siz uni qachon imzolanganini qayerdan bilasiz? Borib nusxa olish uchun. Yoki bo'lmasa amalda ko'ramiz, bayonnomalar o'sha maksimum 3 kun muddatda emas, 1 hafta 10 kunlab ham cho'zilib ketadi. Albatta. So'rasangiz, yo hali tayyor emas, keyinroq beramiz. Mayli, keyinroq 10 kundan keyin oldingiz. 10 kundan keyin oldingizda 2 kun yo 3 kunda fikr mulohazalaringizni berib, mana bu joylarni to'g'rilash kerak, mana bu joylarni qo'shish kerak deb fikr mulohaza beryapsiz. Uni sudga bersangiz, sud aytadiki, bayonnoma 3 kun ichida yoki bo'lmasa o'sha kuni qaror chiqarilgan kuni imzolangan, siz kechikib berdingiz, o'sha uchun rad qilinadi deyiladi. Shuning uchun bu yerda mantiqiy, oqilanalik prinsipi bo'lishi kerak. O'sha qonunga tegishli protsessual kodekslarda bayonnomaga fikr mulohazalar berish bilan bog'liq qoidalarga o'zgartirish kiritish kerak menimcha. Qachonki manfaatdor tomon, taraf bayonnomani olgandan keyin, masalan, imzolangandan keyin emas, bayonnomadan nusxa olgandan keyin aytaylik 5 kun deya 10 kunda fikr mulohazalar berish kerak degan qoida berilsa, u mantiqiyroq, to'g'riroq bo'ladi. Boshqa holatlar ham shunday-ku, masalan, hukmdan nusxa olganingizdan keyin berasiz. Hal qiluv qaroridan shunday yozilgan. Shuning uchun mana shunday belgilansa to'g'riroq bo'lardi. Chunki nima uchun buni aytyapmiz? Amaliyotda bu holatlar bo'ldi. Aynan shu holatda arzimagan muddat masalasida o'zi kech tayyorlab berilyapti, lekin 3 kunda yo hukm chiqqandan keyin, hal qiluv qarori chiqqandan keyin 2 kunda imzolandi degan bahona bilan, chunki qonun talabi o'sha-ku, 3 kunda belgilanishi kerak yo ertasidan kechiktirmasdan imzolanishi kerak degan. Ular o'shani yozishga majbur. Sizniki esa kech berilyapti degan ma'noda rad qilingan holatlar bo'ldi. Shu bo'yicha ham o'zgartirishlar kiritishini so'ragan bo'lar edik. Shunday. Keyin yana bitta masalaki, mana biz advokatlik so'rov jo'natamiz, hujjatlarni so'rab. Qaysidir fuqaroning huquqlarini himoya qilish uchun aytaylik fuqaroga baribir hujjatlarni berishmaydi. Advokatlik so'rov jo'natamiz. So'rovlarimiz rad qilinadi yoki umuman javob berilmaydi. Mana shunday holatlar uchraydi. Biz esa bunga qat'iy chora ko'ramiz. Ya'ni advokatlik so'rovga javob bermagani uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Va bugungi kunda bir nechtalab rahbarlarga nisbatan, ya'ni vazirlik xodimlari javobgarlikka tortildi, rektorlar javobgarlikka tortildi, MCH rahbarlari javobgarlikka tortildi. Ya'ni mana shunday holatlar uchrayapti. Boshqa advokatlardan ham shuni so'raymizki, agar advokatlik so'roviga javob bermadimi, ushbu shaxslarga nisbatan qat'iy mana shu choralarni ko'rish kerak. Chunki biz o'zimizni huquqimizni himoya qila olmasak, boshqaning huquqini qanday himoya qilamiz? To'g'ri. To'g'ri aytib o'tdingiz. Bu borada o'sha qonun loyihasida ham yuqorida aytib o'tdik, o'zgarishlar kiryapti. Shuni qo'llab-quvvatlagan, to'liq qabul qilinishini so'ragan bo'lardikki, ayrim o'sha aynan advokatlar ko'proq ishlaydigan huquqni muhofaza qiluvchi, harbiylashtirilgan sohalardagi shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda istisnolar belgilangan. Ma'muriy javobgarlik tortish uchun siz so'rov bersangiz, so'rovga javob bermasa yoki o'z vaqtida javob bermasa, unga javobgarlik qo'llay olmaysiz. Shunday. O'sha narsani istisnolarda olib tashlash masalasini va o'sha javobgarlik masalalarini ko'proq berilgan huquqlar doirasida dispozitsiyani kengaytirishni so'ragan bo'lardik va javobgarlik choralarini ko'rib chiqishni. Chunki ayrim mansabdor shaxslarga nisbatan hozirgi amalda nazarda tutilgan 2 barobarlik jarima yoki 2 barobardan 5 barobargacha deyilgan u qadar ta'sirchan ko'rinmayapti. Shunday, albatta. Ta'sirchan ko'rinmayapti. Birinchi o'rinda aytganingizdek, ko'proq qo'llashga, o'zining huquqini amalga oshirishga harakat qilishimiz kerak. Ikkinchi o'rinda mana bu qonunchilikni takomillashtirishni so'rashimiz kerak. Xuddi mana javobgarlik nima uchun bizda miqdori kam? Ya'ni biz mana bitta fuqaroni so'rayapmizda, haqorat qilgan holati bor. Ushbu binoda video kamera kuzatuvi bor. Ya'ni bu holatga tushgan. Biz so'rayapmiz, demak mana shu video kameradan nusxa bergin, video yozuvdan deb so'raganimizda bizga rad javob beryapti. U tanlayapti. Ya'ni rahbar tanlayapti. Agar men haqoratni videosini beradigan bo'lsam, jarimasi yuqori. Jarimasi yuqori, aytaylik, 20 barobar, 25 barobardan boshlanadi-ku. Shunday. Endi advokat so'roviga javob bermasam, demak 2 barobardan 5 barobargacha. Demak, u 20 barobar qayerda, 2 barobar qayerda? Mana javobgarlikni o'zi tanlayapti u. Demak, mana shunga chek qo'yish kerak. Shunday.
keyin yana bitta narsa, ko'pgina holatlarda advokat so'rov beradi tegishli subyektlarga va ularda javob xati keladi. Misol uchun ismini bosh harfi bilan familiyasi bo'lishi mumkin. Sudlar tomonidan esa ba'zi holatlarda advokatlardan uni jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, turar joyi, pasport raqamlari so'rash holatlari kuzatilyapti. Ba'zi holatlarda demoqchiman. Shuning uchun ham shu talablarni olib, o'sha mansabdor shaxs yoki organning o'zini ko'rsatib ariza berish huquqini, yog'ini sudning o'zida aniqlab olish, o'sha mansabdor shaxs chaqirgan holatda hujjatni olib, shaxsiga aniqlik kiritib olish kerak. Bu ham muammo bo'ladi, chunki kimdir so'rov berasiz, bitta familiya bilan javob kelyapti. Kimni javobgarlikka tortish bo'yicha uni manzilini bilmaysiz, telefon raqamini bilmasangiz, ariza berasiz. O'sha xatni ilova qilgan holda o'sha shaxsni, ko'rsatilgan shaxsni javobgarlikka tortish masalasida bo'lsa, hozirgi kunda elektron ma'lumotlar bazasi sudlarda bor, o'zlari bemalol chaqirib, uni shaxsiga aniqlik kiritib olishlari mumkin. Yana qanday kamchiliklar bor? Endi hozirgi kamchiliklar haqida yoki bo'lmasa takomillashtirilishi kerak bo'lgan masalalar haqida gapiramiz desak, masalalar juda ham ko'p. Bularni keyingi suhbatlarimizda, keyingi ish jarayonlarimizdan suhbatlarda aytib o'tishga menimcha imkon bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri aytasiz. Demak, bizni ko'plab advokatlar ham kuzatadi. Ushbu advokatlardan so'raymiz, siz qanday muammolarga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda qoldirishingiz mumkin fikrlaringizni. Albatta. Bizdan ko'plab so'radi, ya'ni takliflarni so'raydi, qanday qilib o'zgartirish kerak, ya'ni o'zgartirishlar kiritish kerak, qaysi qonunchilik kamchiliklar bor, takliflar so'rashadi. Balki sizning taklifingizni ham shu qonun loyihalariga berilishi mumkin. Demak, izohda o'z fikrlaringizni qoldiring. Agar ushbu kanalga obuna bo'lmasangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizning har bir fikringiz biz uchun muhim. Bizni tomosha qilganlarga alohida rahmat aytamiz. Islom aka, rahmat tashrif buyurganingiz uchun. Sizga ham ishlaringizni rivojlantirish. Salomat bo'linglar. Rahmat.